Qarshi oling sahnada Izzat Ulug'murodov. Olqishlar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Xavotir olmanglar, sahna ko'taradi. To'g'ri, bahaybatman. Buni yashirmayman. Yashirish iloji ham yo'q buni. Yo'q, sizlarga aytsam, uni plus tomoni ko'p. Ko'p juda. Masalan, boshlig'im har doim aytadi. Har doim aytgan. Izzat, seni o'rningni hech kim bosa olmaydi. Avtobusda har doim joy bo'lgan. To'g'rirog'i joy qildirib olganman. Avtobusga chiqaman va bitta o'ljani tanlayman. O'tirgan bo'larki, bola paqir. Men oldiga borib sekin yelkasiga qornim qo'yaman. Turavermaydi-ku. Asta qorin qashlayman quloq tagida. Qitir. Bu eng muhim plyuslaridan biri, vannani to'ldirib cho'milish uchun kam suv ketadi-da. Man va 3 kosa suv to'ldi-da bu yerda. No, minus tomonlari ham bor. Masalan, sizlarga nisbatan men ko'proq atir ishlataman. Yo'q, sasimayman. Prosta territoriya katta. Tushunyapsizmi? Territoriya katta. No, yana bir minuslaridan biri bu kiyim topishga qiynalasiz. Mana masalan sizlar bozorga borsanglar kiyimlarga qaraysizlar-ku. Biz sotuvchiga qaraymiz. Sotuvchiga qarab, sotuvchi. U ham mayli. Undan ham battar ishton topish muammo. Yo'q, achinarli holat bu aka. Bu topish bandasiga emas-da, tushunasizmi? Bu bir kun bozorda ketyapman, onaxon keldi, uka o'g'limga bitta burga oldim, shuni kiyib ko'rasizmi deydi. O'g'limniki bilan bir xil ekanda, jasadingiz deydi. Jasad? Mayit kiyintiryapsizlar. Yo'q, qaddi qomadingiz demoqchi edim. O'g'lingiz o'zi qayerda? Uyda deydi. Bo'pti, tushunaman-da. Bo'pti dedim, kiyib ko'raman dedim. Voy, kiyapman, sig'mayapti-da, aka. Sig'mayapti. Bu payt onaxonam charchaganda qidiraverib burukdi. Jahl qilib, men senga necha marta aytdim oz deb, meni urishib ketsa bo'ladimi? Onaxon desam, o'g'lim kechirasiz, o'g'limga o'xshatibman-da. Shuni bir payt o'g'liga telefon qilyapti. Telefon qilib, "Men senga necha marta aytdim oz deb", bir qo'li bilan mana bu yerdan ishlab olganda. Shunaqa qisyapti borku. Qo'ying, yig'ishtiring. Bahaybatlikning yana bir minuslaridan biri sizga ishonib talpaga chaqirishadi bir xillar. O Jamshid Botuyev degan komigimiz bor. Bir kun telefon qilyapti. Talpaga chaqiryapti. Ha, nima bo'ldi desam, aka, bittasini sigiriga buqam qo'yuvdim-da, o'sha qochmabdi deydi. Men bu yerda prichon. Aka, siz keling dedi, sizni bahaybatligingizni ko'rib, ular urushmay qochib bitadi dedi. Men senga buqamanmi qochirtiradigan. Xo'p dedim, bordik. Boyagilar qo'rqmayapti-da. Конечно, qo'rqmaydi. Sigir tomonidan 20 kishi kelgan. Sigirni o'zi ham shedi. Buqa tomonidan men bilan Jamshid. Boyagilar 20 kishi bo'lib turib, ishongan odaming shumidi Jamshid deb meni do'pposlab ketsa-da. Alam qildi. Umrlaringda hech birovni bepushuq buqasi uchun tayoq yeganmisizlar masalan?
Viloyatliklar bormi? Zo'r, zo'r. Sizlar ham aholini qayta ro'yxatdan o'tishdan o'tdilaringmi? Sensus statusdan. Ha? Молодцы, молодцы. 72 ta savol. Bu bardoshli juda qiyin masala. No. Bitta joyga hayron qoldim-da. Mana savolni qarang. Qayerdansiz? Qayerda yashaysiz? Toshkent? Doimiy shu yerdan istiqomat qilib kelganmisiz deganga yo'q debman-da. Voy, to'satdan 3 ta savol paydo bo'ldi-ku. Voy, sizlab kelayotgan sayt bir payt qaydan kelgansan? O'sha senlayapti-da, oku. Qachon kelgansan? Nimaga kelgansan deganda. Kim to'qigan buni bilmadim. Bu viloyatga qatnab turasizlarmi yo'q? Zo'r. Samarqandga qaytishim kerak. Men do'stim Samarqand Toshkent qatnaydi. Jo'ra dedim, joy bormi dedim. Как раз bir kishi kerak dedi. Omadni qarang, menga tekindi u. Bordim. Ishonasizmi? 3 ta odam olgan, boyagi hammasi mendan katta-katta-da. Katta. Men kichkinasi bo'lib qolyapman-da. Kichkinasi qayda o'tiradi? O'rtada. Payt ketdi. Bu tomonda o'tirdi bitta brat. Bu tomonda o'tirdi yana bitta brat. O'rtadaman. Ish qanday yopganimizni so'ramanglar. Hop. Bir payt mana bu yerda o'tirgan brat. Mana bosib qo'ysa deng. Bexavotir bo'ladi uka deydi. Nimani hal qiladi bu? Nimani hal qiladi? Xo'p, ketyapmiz. Endi to'rtta ho'kizday erkak nafas olyapsiz-ku. Shopirga deng, havo yetishmay qolsa bo'ladi. Rahmat. O'ylan ochib ketdik sovuqda. Men mayli, mashin. Mashinda ingraganini eshitganmisizlar? Ketdi. Bir payt radioda qo'shib ketdi-ku. Yelkamga yuk tashladi osmon. Bu azoblar qo'yurmi omon. Voyagi mashin jo'r bo'layapti-da. deb qo'yaveradi. Ishonasizlarmi? Voyagi yamalar o'zi tirib ketyapti-da mashin. Mayli. Bu ham mayli. Bir payt yonboshdagi brat telefon jiringlab qolsa deng. Telefon ham bitta. Jiring. Vibratsiya beryapti-da. Bir payt brat olmoqchi bo'ldi-da. Ketdi-ku. Sizlarga hech mashinda katta erkak shilqimlik qilganmi? Chuqalayapti, ololmadi. Bir payt taslim bo'ldi-da. Men ishlab ukajon, sen kichkina bolachasan-ku deydi menga qarab. Yana onani olib ketay deb qo'ya. Shu ovorda dedi. Endi meni asabimga tega vibratsiya beryapti-da. Keyin men qo'lim ketdi. Keyin o'sha shilqimlik qilgan odamga sizlar ham shilqimlik qilganmisizlar? Endi bilmadim qayerlarga kirdi, bilmadim. Chuqalayapman endi. Boyagi telefon vibratsiya qilib lokatsiya tashlayapti-da menga. Bu yerdaman deyotganda bor-ku, nido qilyapti telefon. Bir payt ishladim, topdim boyagini. Olaman desam qo'lim olinmaydi-da. Olaman desam o'rtada brat. Ha desam, uka qitig'im kelyapti deydi.
u mayli, men qo'limni ololmayapman. Yo, yaxshi-ku deydi, nimaga desam, endi telefon bo'lsa o'chirib ketasan deydi. Kayfiyatlaringiz zo'r bo'lsin. Menda o'zicha shular. Sog' salomat bo'linglar. Woo!